Xitoy işğalçı hakimiyyətinin Şərqi Türkistanda yıllardan bu yan atalmış qoşmaq ailə siyasəti namida Uyğurlarning öyleriga Xitoy kadrlarini nazoratga qo'yishi tanqidga uchrab kelgan edi. Amerikada turishliq lager shoiri Zumrat Davud yaqinda hambarlagan birsida Xitoylarning kichik yoshdagi Uyg'ur qiziga haroq tanlab masxar qilayotganligi ko'rsatilgan. Ish buning bilan to'xtab qolmagan bo'lib, pastkash Xitoylar nemish bo'lganini Anqaralığıdek yoshda bo'lmagan Uyg'ur qizining holatini ommaviy taratqularga yo'llagan. Pakistandagi bir turkum o'limalar va tashkilot vakillaridan tashkillangan bir hay'at Xitoyning taklifiga binoan bu hafta Sharq Turkistonga berib ziyoratini boshlagan bo'lib, Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi buningga qattiq norozilik bildirgan. Egilenishicha, Pakiston ziyorat o'miga 17-yil Qashqarga yetib borgan bo'lib, E'tikof jamoasini ziyorat qilgan. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligining bayonotida Pakiston diniy zotlar ziyorat o'migining Sharq Turkistondagi ziyoratiga qattiq norozilik bildirgan va ularni Xitoyning yolg'on tashviqotlariga aldanmaslikqa, Sharq Turkiston haqida bayonlarida haqiqatni so'zlashga chaqirgan. Qozog'iston eng ko'p savdo qiladigan davlatlar tizimligida Xitoy Rossiyaning o'rnini olgan. Qozog'iston Davlatlik statistika institutining sonliq ma'lumotlarini asos qilgan xabarga asoslanganda, Qozog'istonning bu yilning oldingi 5 oyida Xitoy bilan bo'lgan savdo summasi 10 milliard 700 million dollar, Rossiya bilan bo'lgan savdo summasi 10 milliard 500 million dollar bo'lgan. Qozog'istonning muavin diplomatiya ministri Almas Aydarov Ostonada o'tkazilgan muxbirlarning kutilish yig'inida qilgan so'zida Rossiyadan Qozog'istonga mablag' serishning 20% tuvalliganligini bayon qildi. Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Henry Kissinger Beijingdagi ziyoratida Xitoy prezidenti Xi Jinping bilan ko'rishgan bo'lib, Xi uningdan ikki davlat munosabatini yaxshilashga kuch chiqarishini o'tingan. Oqsaroy bo'lsa, sobiq davlat bexatarlik maslahatchisi va Amerika davlat ishlari kotibi Henry Kissingerning ziyoratiga baho berib mundaq dedi: "Bir fuqaroning Xitoy davlat mudofaa ministri bilan ko'rishishi va davlat erishamagan aloqaga erishishi kishini afsuslantirdi." Xitoyning Boran 0558 nomli xakerlar guruhining axborot to'plash maqsadida Amerikaning Beijingda turishliq bosh elchisi Nicholas Bornus bilan Sharq Osiyo va Tinch okean ishlariga mas'ul muavin bosh kotibi Daniel J. Kertenbergning elektronlik xatlarini qo'lga tushirganligi e'lon qilindi. CNNning bu temaga yaqin manbalarni asos qilgan xabarda tilga olingan voqeaning Amerikadagi organlarning elektronlik xat sandig'ini nishon qilgan to'g'ri hujumi doirasida ekanligi, Microsoft va Oqsaroyning Xitoyni ayblaganligi o'tirg'iga qo'yilgan. Amerika, Koreya va Yaponiya rahbarlarining avgustda Amerikada 3 taraf yig'ini o'tkazganligi xabar qilindi. Egilenishicha, yig'inda Shimoliy Koreyaning yadro va boshqariladigan bomba tahdidiga qarshi turishni kuchaytirishning yo'llari muzokara qilindi ekan.